Qadrdonlar, Muhammadali Hormang. Assalomu alaykum. Insonda o'zini uyi bo'lsa ham, yangi uy quryapsa, loyiha chizdirish zarur deyapti. Xudo xolasa mana biz ham loyiha chizdirtirdik. Shunga nima deysiz? Masalan, ko'pchilik mana qilmasam ham yashasam o'zim uyim deyapti. Ha, hozir yangi qaror chiqib qoldi. O'zbekiston Respublikasini o'zini uyiga ham uy soladigan bo'lsa, u uylarni dokumentini qilib olish kerak bo'lyapti. Hozir mana bitta ishda dokumentini chiqardik. Mana shu O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik vazirligidan xulosa beriladi. Shu xulosani olganinglardan keyin uylarga uylarni solaverasizlar. Jarimalar chiqmaydi. Mana buning ichida proyektlari bor. Shu holatda biz tayyorlab beramiz, chiroyli qilib. Agar kadastri bo'lsa ham yangi uy solayotgan yerlarga baribir yaxshi yangi uyni loyihasini chizdirish zarur ekan. Agar uni unaqa qilmasa, internetda ko'p ko'rib qolyapmiz, juda katta shtraf chiqadi deyapti. Ha, u shtraflari 30 milliondan 100 milliongacha solinyapti. Ko'pchilik 31 million, 62 million solinyapti. Uzog'i xudo xolasa necha kunda bo'lib ketadi? Buni uzog'i xudo xolasa o'zi buni ariza qilib tashlasak 10-15 kunning ichida ko'rib chiqiladi. 10-15 kun ichida tayyor bo'lib qoladi. Yaxshi. Ukamizni telefonlariga yozib qo'yamiz. Manzilimiz Andijon shahar, shahar. Teatrning yonboshidagi zdaniyada telefonlariga yozib qo'yamiz. Ismingiz nima edi? Muhammadali. Muhammadali. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Loyihalash manzilimiz teatrning yonboshi. 2-etaj.